Assalomualaikum, kanalimiz obunachilari. Mayda parcha industriya ikkita uylarimizni olib chiqdik. Yuklanchi o'sib mazza qilib yuklanibdi. Bu yerda hozir 22 ta induka, ikkita uylar. Nechtasi xo'roz? Bitta, ikkita, 3, 4, 5 ta ichida xo'roz bor ekan. 17 ta makon. 5 ta xo'roz, 12 ta makon. Ularimiz bittami ko'ki xo'roz, mallasi makon. Son 3 ta mallarangimiz bor, 2 ta o'qimiz bor, indukalar. Qorabosh 2 ta chatmamiz bor. Xudo xohlasa bularni ham mana bu katta partiyaga o'tayotgandan bu yerda bir 5-6 ta bo'lib qoldi. Mana shu xo'rozimiz yomon urishyapti-da indukalarga. O'rdagimiz bosh endi birinchi marta tug'ishimiz, tug'ib bir kun tug'ib bir kun tug'masdan shunday bo'ladi. Boshda olganimizdan ancha o'zgarib, patlar toza bo'lib, o'z rangiga kirdi. Boshda olgan videomizni ham bir ko'rsalaring, rahso bir xunuk ahvolda. Ammo xo'rozimiz ham ancha katta bo'lib qoldi. Lekin katta partiyaga o'tishgan hali maydalik. Mana bu xo'rozimiz ham yirik, lekin mayda. Ikkinchi partiyani ham o'z olib chiqamiz. Uni tuxumlarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. O'tlar zo'r. Xudo xohlasa zo'r ketyapti. Bitta bularda xo'roz. Bu mayda partiyadan bitta ham yaqin o'tmagan, bitta xo'rozi. Sal ertash xo'roz ekan, aftilar qizarib o'zi jussasi bo'ladi, ikkita kelib katta bo'lgani uchun unisi o'yinni o'tkazish kattalar ko'rpasi. Bo'lmasa mallalarimiz ham aftilar turlarga yaqinlashib qopti. Makonchalar. Ularni ham olib chiqib video qilib chiqamiz.